Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana mini g'izzavod tayyorlash ishlarimiz qizg'in davom etyapti. Sizlarga hozir qisqacha stanoklarimizni tayyorlash jarayonlari qanday ketaverganligi haqida ko'rsatib o'tamiz. Ungacha ba'zi telefon orqali so'rovlarga qisqacha javob berib o'taman. Mana bu stanoklarimizni biz boshqa nima deydi, blogerlar yo boshqa ustalar kabi biz maqtamaymiz. To'g'risi bizni stanogimizni olgan odamlar yaxshi desa, o'shani o'zi bizga yetarli bo'ladi. Shuning uchun imkon darajasida sifatli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Ba'zi buyurtmachilarimiz biroz kechikib qolsa stanoga oldindan uzr so'raymiz, chunki stanok o'zimizni ko'nglimizdagidek holatda tayyor bo'lmaguncha biz uni shoshilib chiqartirib ertaga muammosini eshitishga toqatimiz yo'q. Shuning uchun bizni to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Mana sizlarga hozir yaqinroqdan bir ko'rsatib o'taman. Mana bu holatlari stanogimizni kesish joylari. Mana qolgan joylari ham birin-ketin ketma-ketlikda yig'ib o'tkazib borilyapti. Mana shunday holat. Mana bunisi ham deyarli tayyor holatga kelib qolgan. Bu reduktorlarimiz juda baquvvat reduktorlar. Mana hozir mana bunisi ochiqroq ekan, shunisini ko'rsatib qo'yishim mumkin. Bunday nagruzkaga shunaqangi baquvvat reduktorlar qo'yilmasa to'g'ri kelmaydi. Shuning hisobiga mana men aynan reduktorni ochib ko'rsatganimda sababi bu stanokda asosiy joyi hisoblanadi. Bunga hech qanday restavratsiya, shestrna yoki sal nobobroq reduktorni joylab bo'lmaydi, chunki asosiy kuch mana shu reduktorga keladi. Mana bu stanogimiz deyarli tayyor holatga kelib qolgan. Bu stanogimiz ham mushtiklari qatirilgan, mana shu kesish joyida ozgina ish qolgan. Mana bu tomonda stanogimizni mana asosiy joylardan biri bu ham. O'sha shinekni ustida turadigan turbasi mana shu bo'ladi. Mana mushtikka qatiradigan tomoni, pastki tomoni. Deyarli bu ham tayyor holatga kelgan. Mana bu tomonda bu g'ish chiqadigan mushtigimiz. Buni biz klientlarimizni imkon darajasida kuttirmashga harakat qilamiz. Shuning hisobidan ancha ishlarimizni yaqinlashtirib qo'yganmiz. Mana shu holatda. Mana bu tomonimda hozir ko'rsatib o'taman. Bu tomonda endi shineklarimiz mana. Bularni shunday joylasak, xudo xolasa bular tayyor bo'lib chiqib ketguncha yana o'rniga zakotopka ishlarini olib boraveramiz. Bu tomon shovqinligini hisobiga mana yana o'zimizni joyiga qaytib kelyapman. Mana shu joydan videoni boshlagandik. Shu joy qulayga o'xshaganligini hisobidan yana joyimga keldim. Endi bu sohada ko'pchilik bilan telefon orqali gaplashib qolyapman. Kimlardir men stanok olgan edim, ishlatalmadim yo boshqa deyapti. Endi birov ishlatalmagan narsani arzon narxiga uchib olganingizdan keyin siz ham ishlatalmaysiz-da. O'shaning uchun o'sha baraka topmagandan keyin u narsaga yana borib arzoniga uchib olishni hojati yo'q. Yana nima deymiz endi, bu stanoklarning narxini ko'pchilik so'raydi. Bu stanoklar narxi bir xil chiqmaydi-da. Sababi
kimdir menga arzonrog'i kerak deydi. Arzonrog'i bo'lish uchun stanokni o'sha arzoniga yarasha yig'ish kerak bo'ladi. Yo reduktorini Xitoy reduktor qo'yish kerak bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa o'sha narxini arzonlatish uchun yo restavratsiya qo'yilishi mumkin u reduktorlarda. Ana bu palasalarni bittalab teshib, shuncha qalin turbani ertaga remont bo'lish uchun shuncha mehnat qilmasdan ichiga svarka bilan kuyib ishlatib qo'ysak, bizning stanoklar ham arzon chiqadi keyin. Endi unaqangi stanokni to'g'risi men o'zim xohlamaganligim uchun bizga unaqangi arzon narxda oladigan klient to'g'risi bizga ma'qul emas. Shuning hisobidan yaxshisi o'sha arzon stanok tayinlaydiganlarga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bizga haqiqiy biznes qilaman, pulidan muammo yo'q, stanogiga javob berilsa bo'ldi deydigan klientlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Biz stanoklarni quruq tuproqqa ishlaydigan deysizmi, nam tuproqqa ishlaydigan stanok kerak deysizmi? Kafolatini yozma yoki video syomka orqali kafolatini beriladi. Hech qachon pulingizga kuyib qolmaysiz. Biz mana ko'rib turibsiz, yon atrofingizdan so'rab biling. Qanchadan qancha odam bunday stanok olib ishlata olmaydi. Bu sababi u bunaqangi stanok ishlamaydi degani emas-da. O'sha ishlatilmaganlar o'sha pulidan qochib arzon stanoklarni yig'dirib olgan. Mana endi na metallomga sotilmaydi, qimmat narxga olgan. Endi qimmat narxki, u metallomdan qimmat narxga olgan. Endi metallom narxida sotilmaydi. Shuning uchun mendan olasizmi yo boshqa birovdan olasizmi? Stanokni sotib olyapsizmi? Shuncha pul sanab beryapsizmi? Kafolatini yozma ravishda yoki video syomka orqali oling. O'shanda boshqalarga o'xshab pulingizga kuyib qolmaysiz. Xullas gapiraman desak, gap ko'p. Xudo bekorga aql berib qo'ymagan, aqlingizni ishlatib harakat qilaverasizlar. Endi bu juda aqlli bo'lib ketibdi degan haligi xayollarga ham borib qolmanglar. Chunki men juda ko'p bu sohada ko'p odam bilan gaplashganligim hisobidan shu boshimdan o'tgan yoki menga qilingan murojaatlardan kelib chiqib bu gaplarni aytib o'tyapman. E'tiborlaring uchun rahmat. Bizni kuzatib borishda davom etasizlar degan umiddamiz. Biz ishlarimiz ham qisman bo'lsa ma'qul keladigan bo'lsa, videolarimizni kengroq tarqalish uchun like bosishni unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaring uchun rahmat.